5talik 6talik o'g'ri qo'yib ketganda boshi isitmasdi. Yaqinda bir aka uylarga chaqirdilar. Gazga palon pul to'layapman, shunda ham uyim isimayapti, dotdilar. Uylarga bordik, birinchi bo'lib kotelniga kirdik. Kotelni almashtiraman, qaysinisini qo'yganim yaxshi deb qoldilar. Men holatni ko'rib, kotelni almashtirish kerak emasligini aytdim. Shu joyda menda shunaqa yaxshi kotel bor, shuni qo'ysangiz muammo hal bo'ladi deb molim sotib ketishi mumkin edi. Lekin holatni ko'rib, kotelni xona yaxshi yig'ilgan, umumiy sistemani tekshirib ko'raylik dedim. Shu bilan xonaga kirdik, xonalarni birma-bir tekshirib chiqdik. To'pli poldagi muammolarni aytib qoldilar. Pol shaxmat shaklida isiydi, shuni to'g'rilasak bo'ladimi deb so'radilar. O'zi to'pli polga kichkina diametri trubalar kelgan ekan. Buni birinchidan katta diametrga almashtiring dedim. Undan keyin to'pli polga ko'pincha havo kirib qoladi yoki har xil zanglar, nakli bo'lib qoladi. Shuni bir ro'y tozalab turib, havoni chiqarib olsa, muammo hal bo'lishini tushuntirdim. Keyin radiatorda ham kamchiliklar ko'p ekan. Qaysidir xonalarga radiator umuman qo'yilmagan. U joylarga qo'yish kerak. Bir xil joylarga kam qo'yilgan va ularga qo'shimcha seksiyalar qo'yish kerak. Va kranlar ham noto'g'ri qo'yilgan ekan. Qaysinisiga almashtirish kerakligini tushuntirdim. Muammo juda ko'p bo'lgani uchun uy chizmasini so'radim va boshqatdan hisob-kitob qilish kerakligini aytdim. Hisob-kitoblarga ko'ra necha pul xarajat qilish kerakligini aytdik. Agar remontdan keyin qanaqa qilinadi bu? Lekin qish kunida yaqinlashsa shundoq sovuradi. Betga o'rtacha 15 talik radiator qo'yishingiz kerak. O'rtacha 15 talik radiator qo'ysangiz, mana shu sal ushab turadi. Mana shu kalidorni ushab turadi. Endi hozir remontdan keyin qanaqa qilinadi bu? Yo, mana anaqadan tortiladimi? Bu atrofda radiator yo'q. O'tmaganda. Yo'q. To'g'ri poldan tortsangiz ham bo'ladi bu yoqda. Faqat gradus pastroq bo'ladi-da. Nisbatan o'sha beradi. O'zi to'pli polga hozir taxminan 50 bersangiz ham, uy izolyatsiyasi yaxshi bo'lsa, uy isiveradi, normal isiydi. Просто ham bitta tepli pateri katta-da, bu bitta radiator qo'ymasangiz, issiqlikni tortib ketaveradi bu yerda. Именно shotkada. Ha, shotka qo'yishingiz kerak. Ha, bu aniq-ku muzdek bo'lishi. Aniq o'zi ating muzdek qilaman deb shunaqa qildirgan ekansiz-da. Mana shu yerda 12 ta bu yoqqa qo'yishingiz kerak. Bu yoqqa 12, bu yoqqa 12. 3 ta 12 talik qo'yishingiz kerak-da. Chunki tarsoy ekan devoringiz ham. Tarsoy bo'lganidan keyin issiqlik yo'qotish katta bo'ladi bu joyi. Mana shu ayniqsa shaxmat bo'ladi. Endi masalan ushlasangiz sal iloqroq, muzday ilo mana shunaqa. Endi shaxmat bo'lishi shu qattiq tiqilish bor, lekin havo kirib qolgan. O'sha seksiya ishlamaydi-da. Bir chaqirgan ustida ham o'sha havo chiqib ketish uchun deb ana soldatlarmada mana anaqaga qo'yib bergan kollektor ichiga. Va unaqa havoni chiqaramaydi. Chiqarmaydi. Uni havosini yaxshi chiqarish uchun chelak olib kelib turib, bittasini chiqarib, sistemani yoqasida, sistemani aylangan holatda polni yoqsa o'shani chiqib ketadi. Bu uyga to'pli pol yetmaydi-da. Issiqlik yetmaydi bu yerga. O'zi to'pli pol bilan 70-80 qilib isitishni tavsiya berilmaydi o'zi u bilan. Isitsa mana shu yarim metr, 1,5 metr isiydi. Tepangiz balandligi hisobiga issiqlikni to'g'rilaydi. Remontsiz biz masalan qilsa bo'ladi buni. 5talik, 6talik o'g'ri qo'yib ketganda boshi isitmasdi. Bu joyga to'pli pol qilgansiz-da, radiator qo'ymagansiz. Yo'q. U joyda o'zi teskarisini qilyapsiz-da, uyingiz baland, katta xonalarga faqat radiator o'zini qilib qo'ygansiz, tem bo'ldi spalni. Spalni iloji boricha to'pli pol qilgan yaxshi chetlarini-da. Agar boshqa joyni to'pli pol qilsangiz, keyin radiator qo'ysangiz, uy isitib beradi-da. O'zi eng issiq joy spalni bo'lishi kerak. Masalan, zal isimasa ham spalni issiq bo'lishi kerak. Endi shu paytda uy ichiga to'pli pol bo'lmaydi, registr qilish kerak deyishgan. Ko'pchilik shu noto'g'ri tushunganda, issiqlik taqsimot noto'g'ri qilganda, to'pli polga katta gradus bergani uchun ko'pchilik yomon ko'rib qolgan o'sha. O'zi katta gradus berib bo'lmaydi. O'zini trexadoni qo'yib turib, minimal gradus bersa, unaqa zarari yo'q-da o'zi. Detskigim ham to'g'riga uchmadi, mana shunaqa 5talik, 6talik o'g'ri qo'yib ketganda. Boshi isitmasdi. Uni olib tashlab 12talik qo'ydim. O'sha ham даже hozir effekt bermayapti. Ko'raylik-chi, qanday aytdik. Agar sizni uyingizni diagnostika qilib, shunaqa muammolarni bartaraf qilish kerak bo'lsa, bizga murojaat qilsangiz bo'ladi, ko'rib chiqamiz.